Sizlar bilan yangi mavzu o'tamiz. Oy mavzuyimiz Yer sayyorasi umumiy uyimiz. Nurxon Halilova maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi sifatida faoliyat yuritmoqda. 14-maktabgacha ta'lim tashkilotiga 2013-yil ishga kelganman. 13 yildan beri 14-maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Kasb tanlashda ustozlarga bo'lgan havas asosiy omil bo'lgan. Ta'lim sohasiga kirishimga ustozim Ruslig'oy opa sababchi bo'lganlar. Bu sohaga qiziqishimga, bolalarga ta'lim tarbiya berishimga turtki bo'lganlar. Bugungi kundagi tarbiyachi har tomonlama yetuk, innovatsion tarbiyachi bo'lishi kerak. Darslarda turli metod va zamonaviy texnologiyalar qo'llanadi. Bu orqali tarbiyalanuvchilarda kasblarga qiziqish shakllantirilmoqda. Biz yapon texnologiyasidan foydalanib, guruhlarimizda yapon texnologiyasini olib kirgan holda bolalarga faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Yapon texnologiyasi bolalarga yoshligidan o'z-o'ziga xizmat qilish, mehnatga o'rgatish, mehnatga singdirish. Jarayonda ota-onalar bilan hamkorlik muntazam olib borilmoqda. Bu yondashuv ta'lim va tarbiya uyg'unligini mustahkamlaydi. Bugungi kunda ayrim ota-onalar bolalarning tarbiyasiga befarq bo'lishmoqda. Mashg'ulot jarayonlarimizni, kunlik faoliyatlarimizni kelib biz bilan birga kuzatishsa, quyidagi vazifalarni uylarda bajartirib jo'natishsa, biz bilan hamkorliklari yana ham kuchayib, bolajonlarimiz bilan olayotgan bilimlari yanada mustahkamlanib borar edi. U bog'cha muhitini bolalar hayotidagi muhim bosqich sifatida baholaydi. Har bir mashg'ulotni mazmunli va qiziqarli tashkil etishga intiladi. Bog'chada yurayotgan bolalar juda bilimdon, aqlli, zukko maktab faoliyatiga borganda ham qiynalmay o'zlashtirib keta olishadigan bo'lishadi. Uyda yurgan bolalar esa maktabda qiynalib, maktab faoliyatiga moslashib ketishi, jamoaga qo'shilib ketishda juda ham qiyinchiliklarga uchrashadi. Natijada uning faoliyati bolalarni mustaqil fikrlash, erkin muloqot qilish va yangi bilimlarni o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda aniq samara bermoqda.